Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp tinchlik muzokaralarini davom ettirish uchun Eron bilan o't ochishni to'xtatish tartibini muddatsiz uzaytirdi. Tramp ijtimoiy tarmoqdagi bayonotida aytishicha, AQSh pokistonlik vositachilarning bu mamlakat yetakchilari va vakillari yagona taklif bilan chiqmaguncha hamda muhokamalar yakunlanmaguncha Eronga hujumni to'xtatib turish haqidagi so'rovga rozi bo'lgan. Pokiston rahbarlari Islomobodda AQSh-Eron urushini tugatish bo'yicha tinchlik muzokaralarga mezbonlik qilmoqda. Biroq Tramp bir tomonlama sulh e'lon qilgan bo'lsa-da, u AQSh harbiy dengiz flotining Eron dengiz savdosini blokada qilishini davom ettirishini bildirdi. Agar biz ularning qolgan mamlakatini va rahbarlarini portlatib yubormasak, blokada qoladi deb yozdi Tramp. Hozircha Eronning yuqori martabali mulozimlari Trampning bayonotiga hech qanday rasmiy javob bermadi. Ammo Tehrondan kelayotgan dastlabki munosabatlar ular Trampning so'zlariga shubha bilan qarayotganidan dalolat bermoqda. Muhofizlar korpusiga aloqador ko'rilgan Tasnim axborot agentligi Eron o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirishni so'ramaganini bildirdi. Shuningdek, ular AQSh blokadasini kuch bilan yorib o'tish haqidagi tahdidlarini takrorladi. Trampning urush davridagi ritorikasi keskinliklar orasida o'zgarib turibdi. Atigi 2 hafta oldin u Eronga qarshi haqoratli tahdidlar bilan chiqib, butun bir sivilizatsiya halok bo'ladi deb va'da bergandi. Ammo boshqa vaqtlarda esa u zo'ravonlik va bozordagi noaniqlikni tugatishga intilayotgandek ko'rinadi. Boz ustiga Tramp otash kesim haqidagi o'z bayonotidan bir necha soat oldin sulhni davom ettirishga moyil emasligini va AQSh harbiylari jangga shay ekanligini aytgandi. AQShni Eron bilan urushga olib kirgan Isroil hozircha ittifoqchisining so'zlariga izoh bermadi. Dushanba kuni NATO kuchlari Boltiq dengizi uzra uchayotgan Rossiya strategik bombardimonchilari va qiruvchi samolyotlarini tutib oldi. Litvadagi aviabazadan Fransiyaning havo toifasidagi raketalar bilan qurollangan Rafael qiruvchi samolyotlari havoga ko'tarildi. Bayonotga ko'ra, Rossiya missiyasi tarkibida 2 ta Tu-22M3 tovushdan tez uchuvchi bombardimonchisi hamda ularni kuzatib borgan 10 ga yaqin Su-30 va Su-35 qiruvchi samolyotlari bo'lgan. Rossiya Mudofaa vazirligi uzoq masofali bombardimonchilarning 4 soatlik parvozi oldindan rejalanganini aytdi. Moskvaga ko'ra, ular Boltiq dengizining neytral suvlari ustidagi havo hududida uchgan. Harbiy ittifoq NATO havo hududiga yaqinlashayotgan yoki uning yaqinida uchayotgan Rossiya harbiy samolyotlarini to'xtatish uchun tez-tez qiruvchi samolyotlarni havoga ko'taradi. NATOning ta'kidlashicha, tutib olingan rus samolyotlari ko'pincha transponderlardan foydalanmaydi, aviadispetcherlar bilan aloqaga chiqmaydi va parvoz rejasini taqdim etmaydi. Aprel kuni Ispaniya va Irlandiya boshchiligidagi davlatlar Isroil bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalarni tartibga soluvchi bitimni to'xtatib turishga chaqirdi. Biroq yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmadi. Lyuksemburgda o'tgan tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qator vazirlar G'arbiy sohildagi aholi punktlari, G'azodagi humanitar vaziyat va Isroilning o'lim jazosi haqidagi yangi qonuni tufayli bitimni to'liq yoki qisman to'xtatib turishni talab qildi. Bugun Yevropaning nufuzi va ishonchliligi xavf ostida, dedi Ispaniya tashqi ishlar vaziri Jose Alvarez. U 2000-yilda kuchga kirgan assotsiatsiya to'g'risidagi bitimni to'xtatib turish bo'yicha muhokama o'tkazishga chaqirdi. Bu chora Isroilning taxminan 5 milliard 800 million yevrolik eksportiga ta'sir qilishi mumkin. Yevroittifoq Isroilning eng yirik savdo hamkoridir. 2024-yilda ikki o'rtadagi tovar ayirboshlash hajmi 42 milliard 600 million yevroni tashkil etgan. Ammo Isroil bilan savdo bitimini to'xtatish uchun Yevroittifoq hukumatlarining malakali ko'pchiligi ovozi talab qilinadi. Ya'ni 27 mamlakatdan 15 tasi, ular Yevropa aholisining 65%ni ifodalashi kerak. Shartnomani to'liq to'xtatish uchun esa barcha a'zo davlatlarning bir ovozdan roziligi zarur. Yevropada Isroilga qarshi bunday choralar ko'rishga asosan Germaniya va Italiya veto qo'yib kelmoqda. Yaponiya qurol eksporti bo'yicha 10 yillik cheklovlarni yumshatib, 10 dan ortiq mamlakatga qurol sotishga yo'l ochdi. Xususan, Yaponiyada qurol eksportini faqat qutqaruv, transport va kuzatuv vositalari bilan cheklaydigan qoidalar bekor qilinadi. Yaponiya endilikda o'zi bilan mudofaa bitimlariga ega bo'lgan 17 davlatga, jumladan AQSh va Britaniyaga o'ldiruvchi jangovar qurollarni sotishi mumkin. Mojarolarga aralashgan davlatlarga qurol sotish taqiqi saqlanib qoladi, biroq bu Yaponiya bilan mudofaa paktiga ega davlatlarga taalluqli emas.
Tokio rasmiylari alohida holatlarda istisnolarga yo'l qo'yilishini bildirdi. Xavfsizlik muhiti tobora og'irlashib borayotgan bir paytda endilikda hech bir davlat o'z tinchligi va xavfsizligini yolg'iz o'zi himoya qila olmaydi, deb yozdi Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi. Xitoy Yaponiyaning mulohazasiz harbiylashuvidan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi. Xitoy yuksak hushyorlikni saqlaydi va bu harakatga qat'iy qarshilik ko'rsatadi, dedi Pekin tashqi siyosat idorasi. Qurol eksporti bo'yicha yangi qoidalar Yaponiya o'z-o'zini mudofaa kuchlari AQSh va Filippin o'rtasidagi yillik harbiy o'yinlarda ishtirok etayotgan bir vaqtda e'lon qilindi. Yaponiya bu mashg'ulotlarda ilk bor oddiy kuzatuvchi emas, balki bevosita ishtirokchi sifatida qatnashmoqda. Yaponiyaning mudofaa pozitsiyasi Ikkinchi jahon urushidan keyingi konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan. Uning 9-moddasi xalqaro nizolarni hal qilish vositasi sifatida urushdan voz kechishni ko'zda tutadi. Sanae Takaichi patsifist konstitutsiyani qayta ko'rib chiqish, xususan 9-moddaga o'zgartirish kiritish tarafdori. Seshanba kuni Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Drujba neft quvuri o'z ishini qayta boshlashga tayyorligini ma'lum qildi. Ukraina hududi orqali o'tib, Rossiya neftini Yevropaga haydaydigan bu quvur ishining to'xtashi rus neftiga qaram bo'lib qolayotgan Vengriya va Slovakiyaning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. Har ikki davlat Kiyevni ta'mirlash ishlarini ataylab paysallashda ayblab kelgan. Ukraina rasmiylarining ta'kidlashicha, quvurga Rossiyaning dron hujumlari shikast yetkazgan. Kiyev doimiy zarbalar quvurni ta'mirlashga urinayotgan texnik xodimlarning hayotini xavf ostiga qo'yganini aytib keldi. Hozirda Rossiya quvur infratuzilmasiga hujumlarni takrorlamasligiga hech kim kafolat bera olmasa-da, bizning mutaxassislarimiz quvur tizimi va uskunalar ishini tiklash uchun asosiy sharoitlarni ta'minladi, dedi Zelenskiy. Lavozimdan ketayotgan Vengriya yetakchisi Viktor Orban Ukraina uchun zarur bo'lgan 90 milliard yevrolik qarzni aynan quvurning ishlamayotganini bahona qilib to'xtatib qo'ygandi. Biroq uning saylovlardagi mag'lubiyati bu mablag'larning ajratilishi uchun yo'l ochgan deb ko'rilmoqda. Quvur ishga tushishini e'lon qilgandan ko'p o'tmay Zelenskiy Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen bilan qo'ng'iroqlashib, uni qarz mablag'larini imkon qadar tezroq ajratishga chaqirdi. Zelenskiy shuningdek yevropalik ittifoqchilarni Moskvaga nisbatan sanksiyalar bosimini kuchaytirish va Rossiya neftiga bo'lgan qaramlikka chek qo'yishga chaqirdi. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.